Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Maktabdagi navbatdagi kubotimizni tayyor holatga keltirildi. Bu kubot avtomobiliga qilingan ishlarni navrotdan ko'rsatib obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda Malibu 2 barlan uстановка qilib berganmiz. Black Piano variantidan kronshtayn bilan o'rnatiladi. Parranda platalar bilan podsetkalar birizoy qilib o'rnatiladi. Oyoqlantagi podsetka qilib berdi. Eshik opishkani material chastlari bo'ladi. Shularni qo'yishni qilib berganmiz. Perforatsiya qo'yib aralashtirib cho'nchalarni mana karpetlar qilib shumkalarni ham qilib berganmiz bu avtomobilimizdan. Bu avtomobilni o'zini родной shtatniy rullarini multirool qilib berdi u. Polniy cruise control multimedialari bilan ishlaydi. Malibu 2 barimizdan to'xtalib etib o'tdik. Original tushuntiramiz ovozsiz. Hammasi plata kronshtaynlar bilan o'rnatilgan. Bitta knopkasiga bagaj ochishi qilib berganmiz. Xo'p, yaxshi ishlab turibdi. Xo'p, rullarimizda cruise control ishlayapti. Signal bor. Malibu signal ham o'rnatilgan, o'rtada ham airbag signal ishlaydi, bu yoqlari multimediya ishlaydi. Bitta original yaxshi start stop bilan o'rnatib bergan, tormozdan bosib o'chiradi, zavod qiladi. To'ng'izlarni ham chiqarib berganmiz, Alloh xolisi. O'zini shtatniy pultiga oyna ko'taradiganlar qilib berganmiz, 4 ta oynani ko'tarib beradi. Hamda shuni o'ziga avtozapravkalarni ham yoqib berganmiz, yopish bosib, bagaj bosib tursa, zavod beradi. Bundan tashqari kurgovoy tonirovka qilindi, qaranglar, idealni chiqadi, qop-qora bo'lib, qo'lni laminatsiya qilib bergan. Tonirovkalar ichkaridan ko'rinishini ham ko'rsatib obzor qilib olamiz. Qaranglar, plyonka yo'qda yaxshi shuni ham beradi.